Xo'p, biz boy bo'lmoqchimiz. Mehnatni qildik, sababni qildik, ekonomni qildik. Sila rahmni ham qildik, xayr ehsonni ham qildik. Endi aniq boy bo'lamizmi? Nima qoldi ma'noda? Allohning xohishi qoldi. Demak, biz modomiki Allohning xohishini bilmaymizmi? Bizga tegishli bo'lgan ishni zo'r qilib qilamiz va hech narsa qilmagandek Parvardigor endi boy qilgin deymiz. Biz odamlar yo uni yo buni qiladi. Tavakkal qilgani hech narsa qilmaydi, tavakkal qilib o'tiraveradi. Mehnat qilgani mehnatni qiladi, tavakkal qilishni bilmaydi. Ikkalasini qilamiz. Sababni zo'r qilamiz, tavakkalni qilamiz, undan keyin nima bo'lsa rozi bo'lamiz. Birodarlar, bizni qilayotgan mana sabablarimiz bor yo'g'i sabab. Alloh xolasa sababni qilmas